Assalomu alaykum. Men Qasimova Ra'no Ibrahimova bo'laman. Tibbiyot fanlar doktori, virusologiya ilmiy tekshirish instituti xodimi va ham Hakim Sino klinikasida bemorlarni qabul qilaman. Biz bugun virusli gepatitlar haqida gaplashsak. Biz bilamiz, eng ko'p tarqalgan 5 ta gepatit chaqiradigan, ya'ni jigar yallig'lanishini chaqiradigan viruslar bor. Bu gepatit A, B, C, D va E turi. Undan tashqari boshqa viruslar ham jigar zararlanishi mumkin. Bu TTV virus bor, sitomegalovirus bor, Epstein-Barr virusi bor. Lekin eng ko'p uchraydigan va muammo chaqirib surunkali jigar kasalligi, jigar sirrozi va jigar saratoni chaqiradigan viruslari bu gepatit B, C va D virusi. Gepatit B virusi ochilganiga ancha vaqt bo'ldi va hozirgi kunda gepatit B ni oldini olish uchun spetsifik profilaktika bor, emlanish. 2001-yil oxirlaridan boshlab O'zbekistonning hamma bolalari gepatit B ga qarshi tug'ilishi bilan birinchi 12 soatda vaksina oladi va O'zbekiston bolalari 2, 3, 4 oyda yana 3 ta vaksina olib, bizani bolalarimiz gepatit B dan yaxshi himoyalangan. 2000-yildan boshlangan desak, hozirgi kunda 25 yoshga to'lgan yoshlar gepatit B dan himoyalangan. Lekin 25 dan yosh kattalar gepatit B yuqtirish xavfi yuqori. Gepatit B virusi haqida gapirsak, bu DNK guruhiga kiradigan virus. Bu juda ham tez yuqadigan virus hisoblanadi. Hattoki qonning qotgan tomchisida ham 3 oygacha bu virus yuqumli bo'ladi. Bu nima degani? Masalan, sartaroshxonada bitta mijozi qoni sochiqqa tegdi va u sochiq yuvilmasdan boshqa mijozga ishlatildi. U qonda gepatit B virusi bo'lsa, boshqa mijozga ham yuqishi mumkin. Shuning uchun sartaroshxonalarga borganda albatta o'zini sochig'ini olib borish kerak va ishlatiladigan jihozlar steril bo'lishi kerak. Gepatit B virusi yuqish uchun necha millilitr qon yetarli bo'ladi deb so'rasanglar, tadqiqotlar ko'rsatdiki, 0,001 millilitr qondan ham virus yuqishi mumkin. Gepatit B virusi ham onadan bolaga o'tishi mumkin. Shuning uchun homilador ayollarni 24-haftasidan boshlab gepatit B virusini miqdorini tekshiramiz. Virus miqdori ko'p bo'lsa va antigenlari yoki fermentlari oshgan bo'lsa, bu ayollar albatta infeksioner shifokori nazoratida bo'lishi kerak va bu ayollarga virusga qarshi terapiya beriladi. Onadan bolaga virus o'tmasligi uchun. Jinsiy yo'l bilan o'tadigan virus, eng ko'p o'tadigan virus ham gepatit B virusi hisoblanadi. Gepatit B virusi agar bolaga 5 yoshgacha bo'lgan bolaga yuqsa, 90% gacha bu surunkali turiga o'tadi va bola umrbod shu virus bilan yashab ulg'aygandan keyin u keyinchalik fibroz yoki jigar sirrozi yoki saraton chaqirishi mumkin. Agar 5 yoshdan keyin B virusini yuqtirsa, ko'pincha kasallik klinik namoyon bo'ladi. Ya'ni sarg'ayadi, ferment oshadi, behol bo'ladi, qusish, ko'ngil aynish kuzatiladi. Va albatta bunaqa bolalar yoki yosh kattalar yuqumli kasalliklar shifoxonasiga yotqiziladi va davolanadi. U holatda B virusidan qutulish oson. Ya'ni 6 oy davomida agar qonda H-base antigen deymiz, bu virusni ustki qismi, o'sha antigen qonda aniqlanmasa 6 oydan keyin bemor butunlay gepatit B dan qutuldi degan xulosa qilamiz. Gepatit B virusi nima bilan xavfli? U sirrozga 30-50 yildan keyin olib kelishi mumkin va jigar saratonini ham shunaqa 30 yillardan keyin chaqiradi. Lekin H-base antigen musbat bo'lgan bemorlar, ya'ni gepatit B virusi bor bemorlar D virusini yuqtirib olishi mumkin. D virusi B virusidan farqli, u juda ham tez
jigar sirroziga olib kelishi mumkin. B virusli bemorlarda ko'pincha qon tahlillari me'yorda bo'ladi. Ferment ham oshmagan bo'ladi, bilirubin ham ko'rsatkichlari yaxshi bo'ladi. Bemor o'zini kasal deb his qilmaydi. U sog'lom yuradi, lekin qonda B virusi bor, jigarida B virusi bor. U hech qanaqa belgi bermasligi mumkin. Lekin D virusida bemorda ko'p shikoyatlar bo'ladi. Holsizlik, ko'ngli aynish, ovqatlarni yaxshi hazm qilmaslik. Bu nima bilan bog'liq? Bu jigarda yallig'lanish natijasida kelib chiqadigan shikoyatlar. Agar bemorda fermentlari yuqori bo'ladigan bo'lsa, ALT, AST, bilirubin ko'rsatkichlari yuqori bo'ladigan bo'lsa, bu bemorda yaqin orada, ya'ni tez jigar sirrozi rivojlanishi mumkin va gepatosellyular karsinomi. Gepatit D ni oldini olish uchun gepatit B ga qarshi vaksina olsa yetarli. Bemorlar o'z qarindoshlariga, yaqinlariga, bitta xonadonda yashaydiganlarga yoki kimdir bilan aloqada bo'ladigan bo'lsa, albatta vaksinani tavsiya etish kerak. Har bitta qabulimizga kelgan bemorni gepatit B virusi aniqlangan bo'lsa, albatta so'raymiz. Yaqinlaringiz, turmush o'rtog'ingiz, farzandlaringiz yoki bitta xonadonda yashaydigan odamlar B ga qarshi vaksina olganmi yoki yo'qmi? 80% bemorlar olmagan deydi. Hattoki olish kerakligini ham bilishmaydi. Oldin aytib ketdim, B juda ham tez yuqadi. Bitta sochiqdan, bitta qaychidan, bitta ishlatiladigan hattoki kiyimdan ham yuqishi mumkin, pasteldan. O'shanga emlab qo'yish kerak. Endi gepatit C virusiga kelsak. Gepatit C virusini rus tilida laskovoy убийца deyishardi oldin. Nima uchun laskovoy убийца? Chunki bu virus bemorda hech qanaqa o'zgarish chaqirmaydi. Bemor o'z hayotida yashab, boshqa kasalliklardan davolanib, shikoyat qilmasdan virus bilan yurishi mumkin. C virusida yuqtirgan bemorida qonida hech qanaqa o'zgarishlar ko'rinmaydi. Lekin C virusi sirrozga olib kelishi uchun olimlar aytadi 16 plus minus 5 yilcha vaqt kerak. Qanchalik virus miqdori qonda ko'p bo'lsa, shunchalik sirrozga o'tishi xavfi yuqori bo'ladi. Ko'p bemorlar qorinda suv yig'ilgandan keyin yoki ozishi boshlagandan keyin yoki qon qusishi boshlagandan keyin shifoxonaga murojaat qilganda ana o'shanda jigar sirrozi aniqlanadi va bu yuqumli kasalliklar shifoxonasiga yo'naltiriladi. Ko'p bemorlarimiz C virusi bo'lsa ham boshqa mutaxassislarda davolanib ko'rishadi. Masalan, C virusi qanaqa qo'shimcha kasalliklar chaqirishi mumkin yoki qanday kasalliklarni triggerlari bo'lishi mumkin. Bu trigger degani kasallikka boshlanishiga turtki bo'lishi mumkin bu virus. Bu ter kasalliklari, buyrak kasalliklari, ko'z kasalliklari, asab kasalliklari, endokrin kasalliklari. Yana bemorlar shikoyat qilishi mumkin bo'g'imlardagi og'riqlarga. Buni hammasini negizida gepatit C virusi turishi mumkin. Masalan, qandli diabetning ikkinchi turini ham gepatit C virusi shu qandli diabetni rivojlanishiga gepatit C turtki bo'lishi mumkin. Agar odamning naslida qandli diabet bo'lsa, tog'asida, amakisida, xolasida, buvasida yoki kimdirda avlodida qandli diabet bilan kasallangan qarindoshlari bo'lsa va bu odam gepatit C virusini yuqtirib olsa, shu odamda gepatit C virusi qandli diabetni ertaroq chaqirar ekan, 10-15 yil oldin chaqirar ekan va qandli diabet o'zi rivojlanishi ham xavfi juda ham yuqori bo'lar ekan. Shuning uchun hamma bemorlar qandli diabet kasalligi bilan kasallangan bemorlar albatta gepatit C virusiga testdan o'tishadi va endokrinologlar bizga yo'naltirishadi.
virusga qarshi terapiya bergandan keyin bu kasallik avjini olishi kamayadi va bemor butunlay tuzalib ketishi ham mumkin qandli diabetdan. Bugungi bergan ma'lumotlarimiz bemorlar uchun yetarli bo'ladi deb o'ylayman. Agar savollar bo'lsa, izohlarda qoldiringlar, har bitta savolingizga javob beramiz. Keyingi uchrashguncha xayr. Rahmat.